Brend bu ishonch. Odatda biz kimgadir ishonch bildirdikmi, u insonlar bilan hamkorlik qilgimiz keladi. Biz bilan ishlagan insonlarga biz ishonch bildiramiz va bu ishonchni oqlaganlar bilan davomli ishlashni qaror qilamiz. Har kuni tadbirkorlik bobida ko'plab hamkorlar bilan ishlash jarayonida marketing bobida ham hattoki tajribali jamoani tanlash bizani loyihamiz oldida turardi. Impuls tadbirlar zali, marketing ishlarini, SMM masalalarini biz outsource hamkor ishlash jarayonida Absiz jamoasi bilan ko'p muloqotda bo'ldik. Boshqa loyihalar bilan muloqotda bo'lsak-da, kim bilan ishlash qulay degan savolga javob topdik. Asosiy omil bu qulaylik, qadriyat, mas'uliyat, shijoat va tizimli ishga bo'lgan yondashuv edi. Haqiqatdan ham Absiz jamoasi Azizbek do'stimiz, ukamiz boshchiliklarida Impuls tadbirlar jamoasini, loyihasini, targ'ibot ishlarini, SMM ishlarini, media va marketing ishlarini bizga mehr bilan yondashganlarni guvoh bo'ldik. Infaktor va Hasan Mamasaidov albatta tavsiya qiladimi deganlarga biz Absiz jamoasi bilan ishladik. Hamkorligimizdan mamnun bo'ldik, baraka topdik va siz ham qaror qabul qilishingizda shu tavsiyam qadrli bo'lsa, biz Absizni tavsiya qilamiz. Absizda samimiyat, Absizda qadriyat, Absizda mas'uliyat uchun biz ularni tanladik. Sizchi ular bilan qaysi kriteriya bo'yicha ishlashni xohlagan bo'lardingiz? Izohlarda yozib qoldiring, do'stlarga tavsiya bering. Mehr qolur, muhabbat.